Hozir men Ukrainada yashayman, lekin Toshkentda yashagan davrimda juda ko'p psixologlar meni oldimga konsultatsiyaga kelishardi. O'sha psixologlar hozir meni ko'rib turibdi ham. Hayotidagi dardini aytib, ba'zilari yig'lardi, ba'zilari siqilardi. Mana bittasi bor, psixologiya konsultatsiyasi uchun $50 unga odamlar beradi, haq. 1 soat konsultatsiya qilganiga. O'sha odam menga dardini aytib yig'lardi. Aksari psixologlar, mana hozir TikTokda chiqib qotgan hijobli, hijobsiz, bosh yalang, yalang'och hammasi pochka-pochka kitob o'qib olgan. Pochka-pochka kitob o'qib olgan, pochka-pochka kinolarni ko'rib olgan. O'shalar tir gapiraveradi yodlab olgan narsasini. Lekin hayotda aksari erni rozi qilmagan. O'zi namoz o'qisa ham yalang'och, sochlari ochuv, yelkalari ochuv. Menga mana kecha Facebookda mashhur psixolog bor. Baxtli bo'lishni o'rgatadi, erni rozi qilishni o'rgatadigan eri yo'q psixolog bor. Mashhur, otini aytmayman. O'sha kirib, "Sen qayerdan kelib qolding?" deb yozyapti-da. Aksari psixologlar baxtsiz demoqchiman. Baxtsiz. Nimaga? Chunki ular kitob o'qib olgan va kino ko'rib olgan. Bo'ldi, lekin real hayotda yechim bilmaydi. Men qanaqa psixologman? Men kim kelsa ham birinchi aytadigan narsam tavbadan boshla deyman. Tavbadan boshla deyman. Chunki odamlarning islohi tavbada, bo'ldi, boshqa isloh yo'q. Siqilyapsizmi? Sajda. Ishingiz yurmayaptimi? Sajda. Nima bo'lsa ham shu yechimi. Mani boshimga tushkunlik tushib qolsa, xoh qamoqda bo'lsin, erkinlikda bo'lsin, men srazu kechasi budilnik qo'yib turib aytaman, "Ey Xudo" deyman, "Men zaif odamman" deyman, "Menga yordam bergin" deyman. Psixologlar teoriya bo'yicha gapiradi. Professor Freydning aytishi bo'yicha mamlaqa deydi yoki mamlaqa bo'yicha, mamlaqa bo'yicha eringizni rozi qiling deydi. Baraka topkur, sen agar sen aqlli psixolog bo'lganingda boshingga hijobni o'rab olarding, eringni dayus qilmasdan. Sen birinchi eringni rozi qilgan bo'larding. Endi aloqaga chiqsangiz, erim yo'q deydi. Endi shu odamdan maslahat olinadi. Maslahat dinni biladigan odamdan olinadi. Dinni biladigan odamdan maslahat olinadi. Bo'lmasa u dunyoni har ko'chasiga sizni tortaveradi. Yoqqa, bu yoqqa, chapga, o'ngga, chapga, o'ngga. Aqidani bilsa, dinini bilsa, u sizga to'g'ri maslahat beradi. Yunus alayhissalom da'vat qildilar, da'vatlari o'tmadi. Ya'ni odamlar labbayga javob berishmadi. Keyin ular qishloqni tark etib kemaga chiqdilar. Kemada qattiq bo'ron boshlandi. Bo'rondan keyin